yerda serjantlar ham bor. Ofitserlar ham o'tiradi. Bilib qolishsa nima bo'ladi? Buni ustiga tibbiy ko'rik bo'lsa. Mana bugun ko'rdik. Zoir soppa-sog'. Qolaversa serjant ham uni rosa maqtadi. Hech qisi yo'q. O'zi kiraveradi. Hey. Nima? Kapitan Yo'ldosheva, meni eslab qolmagan deysanmi? Yo, Zoir ikkalamiz Hasan Husanga o'xshaymizmi? Yo'q, shu o'tirishlaringda Tohir va Zuhraga o'xshaysanlar. Behzod. Bo'pti o'rtoq, men o'zim ariza yozaman. Meni deb o'sha qiz jabr ko'rmasin. Bore. Voy-o, namuncha podadan oldin chay chiqarasanlar? Sal bunda arqonni uzra tashlash o'rganlaring. Kaltadir, uzundir, baribir bir kun arqonni oxiri chiqadimi? Begzod, namuncha qo'rqasan? Oldin imtihonlar o'tsin. Mandat chiqsin. Keyin bir gap bo'ladi. Menga qara, o'rtoq. Meni deb asabiyni buzmagin. Biror gap chiqadigan bo'lsa, hammasini o'zim bo'ynimga olaman. Yana keldi bahor yodga olib seni. Tanish bog'lar aro sayr etdim yolg'iz. Meni taniganday shivirlab maysalab, javob kutganday so'z boqar menga unsiz. Shukur. Testda ma'naviy ma'rifiy fanlardan 25 ta. Harbiy tayyorgarlikdan 75 ta savol bo'lar ekan. Birortasiga tayyormisan ish qilib? Menda hozir mana bunday muammolar bor. Ko'ryapsanmi? Oldin bunda o'sha savollarni ko'raylik. Ko'rganingda kech bo'ladi. Shukur. Tayyorlanish kerak, tayyorlanish. Menga qara. Peshonaga agar o'qishga kirish yozilgan bo'lsa, kirib ketamiz. Yugurganniki emas, buyurganniki. Gulsanam, ha, bu yoqqa kelchi. Kiyib ko'r. Tayyor bo'ldimi? Qani? Xo'sh. O'giril. Yaxshiga o'xshaydi. Yaxshi. Xo'sh, qalay? Nigor. Xuddi o'zingga o'lchab tikilgandek zo'r turibdi. Chevarim tikkanda. Yoqdimi? Rahmat. Men seni o'qisin deb mana shuncha kitob olib keldim. Bilasanmi? Birortasiga bir qarayam demaysan. Nega jahling chiqadi? Men kitob olib kel deganim yo'q, o'zing o'qiyver. Qoyilman. Odamlar qanaqa qilib o'qishga kirsam ekan deb kuyib pishsa-yu, sen bemalol shim tikish bilan ovorasan. O'rtoq. Men qo'shiq bo'laman daryoday. Yurakning eng chuqur yerida boqaman dunyoga dunyoday. Ajoyib kunlarning birida. Ajoyib kunlarning birida. Qanaqa kitoblar ekan o'zi? O'zbekiston tarixi, harbiy nizomlar, xo'sh, oshpazga eslatma, idish tovoq yuvish. Qayda qoldi dedi yoningdagi yor, axir emasmiding munis vafodor, seni so'roqladi, yo'qladi bahor. Bo'pti. Seni hech o'qishga hafsalang yo'q. Ke yaxshisi men senga o'zim o'qib beraman. Xo'sh. Eshit. Xo'p. Idish tovoq yuvish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Nima? Kim bu haqda kitob yozardi vali? Mana yozishibdi-ku. Og'ayni, bu kitoblarni uyimdan ko'tarib kelganim yo'q.
serjantlar maktabi kutubxonasidan oldim, bildingmi? Rostdan ham shular haqida oppoq qog'ozga qora harflar bilan yozib qo'yilganmi? Mana idish tovoq ovqat qoldiqlaridan tozalanib bo'lingach, birinchi vannada 45-50 darajali issiq suvda cho'tka bilan yuviladi. Suv ifloslangandan keyin almashtiriladi. Tushundingmi? Menga qara, rosa to'qiysan-a? Kitobga ham yozib o'rgatganmi idish tovoqni qanaqa yuvishni? Buni kim bilmas ekan, yozishmagan shu qoluvdi. Mana. Men bu gaplarni-chi osmondan olayotganim yo'q. Og'ayni, ko'rga hassa qilib yozib qo'yibdi. Idish tovoq suv harorati 60 daraja bo'lgan 3-vannada yuviladi. Chinni, shisha, sirlangan idishlarni yuvishda ehtiyot bo'lish lozim. Ana, bo'ldi. Yetarli, men uxladim. Menga qara. Yaxshi yotib tur. Sen ham yaxshi yotib tur. Agar shu yotishing bo'lsa, na testdan, na jismoniy tayyorgarlikdan o'tasan, bildingmi? Endi gap bunda. Asabini buzaverma. Hozir uxlaylik. Ertaga bir gap bo'lar. Agar o'qishdan yiqilsang, nima degan odam bo'lasan? Qaysi yuz bilan qishloqqa borasan, ha? Quloq sol. Meni deb qayg'urishingni hojati yo'q. Chunki kamina armiya emas, aksincha armiya mendek oshpazni yo'qotganidan afsuslansin. Do'stim, senga o'xshagan nonxo'rlar hamma joyda topiladi. Bo'ldi, yot. O'zing uxlayver. Vali, uvol bo'lmasin. Yotishingdan oldin mana bu olmani yeb qo'yarsan. Bo'pti. Tinchlik o'rta serjant. Tinchlik, tungi tekshiruv.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hozir turnikda tortilish qoidasini tushuntiraman. Turnikka osilgandan keyin 1-2 soniya komanda berilishi kutiladi. Bunda oyoqlar tekis turishi kerak. Qo'llar bukilmasligi lozim. Yigitlar 14 martadan tortilishi kerak. Qizlar 10 martadan. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Abbosov, Men safdan chiqing. xo'p bo'ladi. Turnikka. Ularchi Sapyorlar bilan tankchilar. startga tayyorlanyapti shekilli. Yugurish bo'yicha normativ. Marsh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mashq tugatilsin. Abbosov, Men yana 2 marta urinib ko'rishingiz mumkin. Safga turing. xo'p bo'ladi. Aliyev, Men safdan chiqing. xo'p bo'ladi. Turnikning yoniga boring. Xo'p bo'ladi. Murojaat etishga ruxsat eting, o'rtoq mayor. Ruxsat. Ikkita qo'lda 14 marta emas, bitta qo'lda 7 marta tortilsam ham bo'ladimi? Aslo yo'q. Har bir qo'lda 14 martadan tortilasiz. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Mashqni bajarishga kirishing. Xo'p bo'ladi. Sanki jumonliklar. O'rganinglar. Chakkimasa, qarang, juda chaylik ekan. Bitta qo'lda. 18 19 bo'ldi. Yetarli. Vaqosov, tomosha qilgandan ko'ra tayyorlanib turing. Vali. Ha, O'ldim. Meni bunaqa yugurishim qiyin. 3 kilometrga yugurishni o'zi bo'ladimi? G'o'dayib turmasdan sal mashq qilsang, qoning ancha yurishib turadi. Qanaqa mashq? O'zim zo'rg'a yuribman-ku. Sharmanda bo'laman. Startga. Askar Samirov, o'rtoq podpolkovnik. Chaqqon ekan. Ha, juda ham. Yaxshi yugurar ekan. Musobaqalarga ham qo'shsak bo'lar ekan. Xo'p bo'ladi. O'rtoq podpolkovnik. Ularni qo'shin turi nima? Desantchilar bilan artilleriyachilar. Juda tirishqoq chiqdi bular, o'rtoq podpolkovnik. Bilasizmi? Bu anavi to'laginasi kim? Oshpazlikka topshiryapti. Askar Vaqtosov, o'rtoq podpolkovnik. Vazniga.
Shukur. Ha? Bu olmen qurt yegan ekan, boshqasini tasha. Hozir. Shoshma mana. Bo'pti, tezroq tush. Vali, qarab turibsanmi? It uyg'onib qolmadimi? Egasi kelmayaptimi? Qara. Yo'q, ertalab ko'rganimdek ikki qop olmani mototsiklga ortib bozorga ketdi. Voy, vali, sezib qoldi. Voy. Endi nima qildim? Qanaqa qilchaman men? Amallab tush. To'xtab tur, ketib qolma. Davolishapti, tushib oling. Tezroq bo'l, og'ayni qornim og'rib qoldi. Nima ketyapti? Qayoqqa? Men tashlab qochmoqchimisan? Yechib ketdi, qoch! Qoch! Yugurishini. Shukur. To'xta, bo'ldi. Mara yetib keldik. Voy, qayoqqa Shukur? Obbo polvon. Ishlarim bor edi. O'rtoq podpolkovnik, ketishga ruxsat eting. Mayli. Rahmat. Yugurishini qara. Bunaqa odamlar xuddi Kamazga o'xshaydi. Bir qo'zg'olsa bormi? Tamom, to'xtatib bo'lmaydi. Ketishini qara. Ishonasanmi, to'xtash uchun yana bir marta aylanib keladi bu. Bizdan keyin kelyapti. Qani bo'la qoling. Hozir. Yechinglar. Yomon Olib charchadim. borib berishim kerak ekan. Lekin Shukurga qoyil. Hozir yechib oling. Bunaqa yuradi deb hech o'ylamadim. Mana uni yechib yuborib Bekzod. Ke. Keldingmi? Qo'yli. Sen oshpazni xomsemiz deb yursak balo ekansan a? Shu yugurishingni ko'rib, Olmazorda it quvgan esimga tushib ketdi. Yo'q, buni qara, vali. Siz bo'lib qoldingizmi? Meni ham o'sha esimga tushib, bilasanmi, xuddi yana ketimdan olib borib qo'ygandek menga qo'yib yugurib ketdim. Natijalarini ko'rsatingchi. Bizga Asqar Vaqqosovni chaqiring, ana o'tiribdi. Xo'p bo'ladi. Menga qara. Oshpazi kuchli armiya hech qachon yengilmas degan buyuklardan biri. Og'ayni, qo'y to'qima. Yana boshladingmi? O'zingning gapingni gapir. Xudo biladi shu gaplaringni qaysinisi rost, qaysi biri yolg'on. Men-chi o'qiganimni gapiraman. Tushunding? Vaqqosov. Men Sizni hay'at a'zolari so'rashyapti. Xo'p bo'ladi. Shukur, to'xta. Menga qara. Hay'at a'zolari chaqirayotganmishmi? U bu narsa so'rashsa, Vali G'iyosov meni eng yaqin do'stim deb aytgan. Qiziqsan, ha? Ha, nima gapni orasida meni ham qistirib o'tasan, ha? Hali o'zimni nimaga chaqirishgani noaniq. Qara qalay, hikoyaga chaqirishmayotgandir, ha? Bo'pti. Aytaman. Qo'yilman. Shu gavdasiga yengil chopar ekan. Qo'yil qildi. O'rtoq podpolkovnik, oddiy askar Vaqqosov buyruqqa binoan keldi. Erkin. Qo'shin turingiz nima, askar? Moddiy ta'minot, o'rtoq podpolkovnik. Safarbarlik chaqiruv rezervi. Qayerda xizmat qilgansiz? Oshxonada, o'rtoq podpolkovnik. Xo'p, boshpaz. Hali yugurishni ham bilaman deng. Jon achchig'ida qanday yugurib ketganingni bilmaysan, o'rtoq podpolkovnik.
Yugurishni jon achchig'iga nima aloqasi bor? Yoshligimda olaparni ketimdan quvgani esimga tushib ketdi, o'rtoq podpolkovnik. Osh damlashni bilasizmi? Albatta, o'rtoq podpolkovnik. Oshpazlik bizga ota meros. Bobomlar katta oshpaz bo'lishgan. Bobomning aytishlariga qaraganda, ular bir paytlar deyarli butun qo'shinga palov damlab bergan ekanlar. Menga ham o'zimga o'xshagan harbiy oshpaz bo'lgin deb fotiha berganlar. Xo'sh. Unda qo'lingizdan bir osh yerganmiz-da. Albatta, o'rtoq podpolkovnik. Faqatgina o'qishga kirsam. Yaxshi. O'rtoq podpolkovnik, ruxsat eting, murojaat qilay. Ruxsat? Meni yaqin bir do'stim bor. G'iyosov Vali. U chegarachi. Xo'sh. Bo'ldi. Shuni aytmoqchi edim. Nimani aytmoqchisiz? Shunchaki do'stim bor, chegarachi, yaxshi yigit, Vali G'iyosov. Buni menga nima daxli bor? Bilmayman, o'rtoq podpolkovnik. Do'stim iltimos qilganda aytgin deb men aytdim. Ketishga ruxsat bering, o'rtoq podpolkovnik. Ruxsat. Bo'ldi. Xo'sh, aytdingmi? Ha, aytdim. Nima deding? Nima derdim? Vali G'iyosov meni eng yaqin do'stim deb aytdim. Ha? Bor yo'q shumi? Bo'ldi, ha? Ey, kalla varam, namuncha dovdirsan. O'rgatgandim-ku. Vali G'iyosov rosa aqlli bola. Serjant bo'lmoqchi, shunga yordam bering deb aytmadingmi? Vali, o'zing o'ylagin, buni qanday qilib aytaman? To'g'ridan to'g'ri shunaqa yordam berib yuboring desam, qani ikkoving ham aravayni tortib borsa-chi? Attang. Kechqisi yo'q, hammasi joyida bo'ladi. Ketdik. Yaxshi ham qochib qoldik-a. Ha? Yetib olganda ham g'ajirdi. Olmalarim to'kilib ketgani yomon bo'ldi-da. Hech qisi yo'q, xafa bo'lma. Xafa bo'lma. Xudo xohlasa ikkovimiz ham o'qishga kirib ketamiz. Bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. Vatan bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon. O'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. Yoftog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, kiprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman. Yoftog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, kiprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa
bo'lsa fido bo'lsin jon o'lsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon o'lsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga